Transport vositasiga yuk ortishda belgilangan hajm va vazn parametrlariga rioya etmaslik oqibati ayanchli bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Belgilangan me'yordan ortiq vazn bilan harakatlangan ayrim yuk avtomobillari yo'llarning holati yomonlashishi, o'nqir-cho'nqir, past balandliklar yuzaga kelishiga ham sabab bo'lmoqda. Yuqorida aytilgan qoidabuzarliklar bilan harakatlanayotgan ayrim haydovchilarni tartibga chaqirish, ortilgan yukning vazn va hajm parametrlari belgilangan me'yordaligini nazorat qilish maqsadida boshqa hududlar qatorida Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llarida ham maxsus ko'chma elektron tarozilardan foydalangan holda nazorat reyd tadbirlari olib borilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 342-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimiz hududi bo'ylab yuk tashuvchi transport vositalarining vazn hamda hajm parametrlariga rioya qilishi yuzasidan reyd tadbirlari olib borilmoqda. Ushbu reyd tadbirlari davomida aniqlangan qoidabuzarliklar yuzasidan Yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnomalar tegishli tartibda rasmiylashtirilmoqda va haydovchilarga huquqiy tushunchalar berilmoqda. Yuk tashishda ko'rsatilgan tartib va me'yorlarga rioya etish avvalo haydovchining o'z salomatligi uchun, qolaversa atrofdagi boshqalarning xavfsizligi hamda avtomobil yo'llarining uzoq yillar davomida xalqimizga xizmat qilishiga zamin yaratadi. Shunday ekan, barcha haydovchilardan yuk tashish qoidalariga qat'iy rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.